ko'rib turgan navesingizni narxi haqiqiy aniq bo'ldi. Biz sizga to'liq ma'lumotni beramiz. Siz ham mana shunaqa neves qildirmoqchi bo'lsangiz, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekistonda yagona bo'lgan professional neveschi ustakamning yoniga keldim. Hamma ma'lumotlarni sizlarga beraman. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizmi aka? Zo'r aka. Gapni qisqa qilamiz, hamma ma'lumotni beramiz aka. Xalq qancha videomiz kam bo'lsa, o'shuncha yaxshi. Aka, kvadrat nech pul? Buni kvadrati razmeriga, kvadratiga qarab, masalan 70 kvadratga bo'lgan holatda 350 mingdan qimmatroq chiqadi. Katta kvadrat bo'lsa 300 ming so'mgadir qilib berilaveradi. Narxi qanaqa? Past 280 minggadir. 200 kvadrat, 280 kvadratlar bo'lsa 280 mingga qilib berilaveradi. Bu hamma yo'g'i ichida. Hamma yo'g'i ichida. Faqat uyda egasidan shu kelganimizda bitta obed qilib beradi. O'sha agar kattaroq kvadrat bo'lsa, bir kun qolishimiz kerak uyda, shunga bir sharoit qilib bersa bo'ldi. Aka, shu nevesimizni aka ko'rdim. Qarang, nech kunda bitirib yuboramiz. Bu nevesimizni o'sha xonadonga kelgandan keyin 2 kunda bitiramiz. Bu nevesimizni 8 ga 8 1.7 stinkadan foydalanganmiz, stoykalarini, tepalarini, firmalarini 2 ga 4 1.5 stinkadan foydalanganmiz, oralarini esgullardan qo'yganmiz, tepasidan shadalarini 1.5 stinka 2 ga 3 dan foydalanganmiz. Akalar, xudo xolasa ustakamizni ishlari juda ham sifatli ekan. Sizlarga ham mana shunaqa sifatli neves xizmatlari kerak bo'lsa, ustakamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, Tepasi shumka deyiladi bu nevesimiz. Faner qo'yib, ustidan falga yozib, keyin ustidan list qatirganmiz. Shu shumkali holatimiz. Issiq ham o'tkazdirmaydi ekan. Issiq ham o'tkazdirmaydi. Yomg'ir yog'ganda dovushni ham o'tkazmaydi. Dovush o'tmaydi. Akalar, bosadigan joyi. Sizlarga ham sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ammo janob Jo'xan nomidan chiqdim desa, skidkasini qilib beramiz. Albatta aka. Joringizga shukr. Akalar, jo'llaysa bo'lsin.